Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana matematik Abdulaziz. Demak, bugun IDC matematika 2-kitobimiz 15-mavzu geometrik progressiya mavzusi. Arifmetik progressiyada 13-mavzu, misol uchun n-xat bo'lsa 14 yig'indi sn. 15-mavzuda geometrikni ikkalovini birlashtirib olgan. Ya'ni n-xatini ham, yig'indisini ham, cheksiz kamayuvchini ham hammasini bitta qilib olgan. Demak, 15-mavzu to'liq geometrik progressiyaga bog'langan. Demak, o'zi geometrik progressiya va arifmetik progressiyadan farqi nimada? Qaranglar. Oddiy misol keltiraman. 1 2 3 4 5 6 mana. Bu arifmetikmi, geometrikmi desak, albatta arifmetik deymiz. Chunki bir xil plus 1 qo'shilib ketyapti har biriga. Tushunarli? Ana endi 1 2 4 8 16 desak, bu geometrik. Nimaga desa, bir xil ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 tushunarli? Ya'ni bir xil son ko'paytirib ketilsa, demak bu geometrik progressiya bo'ladi. Va endi belgilanish boshlandi. Birinchi hadi bu B1 deyiladi. Ikkinchi hadi B2, B3, B4, B5. Ularning farqi mana arifmetik tekstilida bo'lsa bu farqi D bilan belgilanardi, ayirmasi deyilardi. Bunda esa bu farqi Q bilan belgilanadi, ya'ni mahraji deyiladi. Tushunarlimi? Endi Q tengmas 1 ga hech qachon. Unda ma'no yo'qolib qoladi. Chunki bir xil 1 ga ko'paytirib ketursak hech narsa o'zgarmaydi-ku, monoton bo'lib qoladi. Tushunarli? Endi xo'p, agar Q katta 1 dan bo'lsa, o'suvchi, chunki kattalashib ketaveradi-da, o'suvchi geometrik progressiya deyiladi. Mana shuni GP deyiladi, geometrik progressiya. Agar Q kichkina 1 dan 0 dan katta oraliqda bo'lsa, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Mana cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Tushunarli? Boshqa harflarni yozdim. Ana endi mayli, bular o'z yo'liga, hali bularni ko'rib chiqamiz. O'zi umuman mana bu hadlarini topuvchi n-chi had formulasi Bn n-chi had qanaqa topiladi? Demak, Bn barobar B1 ko'paytiramiz Q ga. Misol uchun esingizda bo'lsa, oldin A1 ga qo'shardik n-bitta d ni. Bu yerda B1 ga ko'paytiramiz n-bitta Q ni, ya'ni Q ni n-1 darajasini ko'paytiramiz. Misol uchun B100 demoqchi bo'lsam, B1 ga ko'paytiramiz Q 99 ni. Tushunarli? Unda qo'shgan bo'lsa, bu yerda ko'paytiramiz. O'shaning uchun ham ko'paytirilganda o'zini-o'zi ko'paytirilayotganicha darajada yozilyapti. Daraja mavzusining ma'nosi ham shu. Misol uchun B300 bo'lsa, bu B1 ko'paytiruv Q 299 bo'ladi. Yetakdalik. Tushunarli? Endi SN formulalarini joyiga kelganda yana o'tib ketamiz. Oldin biz mana shu esdan chiqib qolmasdan, mana bu formulamizni esdan chiqarib qo'ymasdan hozir ishlatib olaylik. Endi birinchi mana boshidagi misollarimizda mana shu formuladan foydalanib yechamiz. Tushunarli? Hop, endi 6-hadini topish uchun B1 bor, Q bor. Demak, biz B1 ni ko'paytirishimiz kerak, Q ni bitta kam, ya'ni 5-siga. Demak, B1 bizda 1/32 bo'lsa, Q bizda 2 bo'lsa, shuni 5-darajasiga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 1/32 ko'paytiruv 2 ni 5-si 32. Demak, bular qisqarib ketib, javobimiz 1 bo'ladi. Tushunarli? Ana. Endi B11 topish uchun B1 ga ko'paytirishimiz kerak Q ni 10-sini. Demak, B1 bizda bormi? Yo'q. Bizda B2 bor. B2 degani bu B1 kara Q degani. Demak, biz B11 topish uchun 10 ta Q dan bittasi buning ichida bor ekanmi? Demak, biz buni o'rniga B2 ko'paytirib Q ni 9-si desak bo'ladi. Nimaga? Chunki 10-si mana bu B2 ning ichida bor. Mana aytamadim, B1 ko'paytirib Q bor bu yoqda. Bizga B1 kerakmi? B2 ning ichida bor. 10 ta Q kerakmi? 9 tasini yozdik, bittasi B2 ning ichida bor mana. O'shaning uchun B2 ko'paytirib Q 9 deb qo'ydim. Chunki arifmetikda ham esingizda bo'lsa, A10 ni topmoqchi bo'lsak, misol uchun sizlarga A3 berilgan bo'lsa, 10 bilan 3 farqi nechta? 7 tami? Shu 7 d ni qo'shib berardik A3 ga, tamom.
Bu yoqda ham farqi nechta? Mana shu B2 bilan B11. 9 tami? 9 ta qani ko'paytirib qo'yamiz tamom. Sodda qilib tushuntirsak shunaqa. Ana endi o'rniga qo'yib yuborsak bo'ldi. 32 ko'paytiruv -0,5 9-darajasi. Endi 32 ko'paytiruv -0,5 nima degani? -1/2 degani. 9-darajasi -1/2 ning 9-si bo'ladi. Ana, endi 32 bu 2 ning 5-si, ko'paytiruv -1/2 ning 9-si. Xo'p, endi minus chiqadi baribir javobi. 2 ning 9-si bilan 2 ning 5-si qisqasi 1/2 2 ning 4-si qoladi. Bu degani -1/16 degani. Mana bu bizning oxirgi javobimiz. Tushunarli-a? Mana bu narsalar yoqqa cho'zilib ketib qoldi. Bu yoqqa suramiz. O'shanda mana bu yerda 1/2 ning 9-si. Mana bu minus oldinga chiqib ketdi. Tushunarli? Qisqarib ketdi mana bu 5 ta 2 lar. Qisqarib 4 ta qoldi. Shuning uchun 2 ning 4-si 16 bo'ldi. Minus tashqarida bo'lgani uchun bu plyusga o'zgarmadi. Endi B5 bilan B1 yig'indisi kerak ekan bizga. Endi B5 bo'lishi uchun nima kerak bizga? B3 bor, ikkita farq bor, to'g'rimi? Bo'ldi. Ikkita qni ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Bu degani 2 ko'paytiruv mana bu 1/4 dan ikkitasi 1/16 bo'ladi. Qo'shamiz. B1 raqamdan topamiz. Mana bu B3 ichida B1 ko'paytiruv qdan 2 ta bor. Endi B1 topish uchun 2 ni bo'lamiz q ni kvadratiga. Demak 2 bo'luv mana 1/4 kvadrat 1/16. 2 ko'paytiruv 16 taqsim 1 bo'lib o'zgaradi, 32 bo'ladi. Bu yoqqa 32 yozib qo'yamiz. Bular qisqarib ketsa 8 qoladi. 32/1/8. Yoki bu noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, 256 mana bilan 257/8 bo'ladi. Mabodo agar noto'g'ri kasrda berilgan bo'lsa, 9-misoli javobi. Yo'q, 32/1/8. Mana bu holatda berilgan ekan. Tushunarli? B5 alohida topdik, B1 alohida topib oldik, keyin o'rniga qo'yib oldik. Zo'r. Hammasi mana shu formuladan kelib chiqadi. Geometrik progressiyaning mahrajini toping. Ya'ni o'sha q ni topishimiz kerak. Xo'p, endi qaranglar-da, mana buni yoyamiz. Esingizda bo'lsa, arifmetikda ham yoyib olardik. B7 bu B1 ko'paytiruv q dan nechta? 6 ta teng -1. Bu-chi B1 ko'paytiruv q dan bitta kam, ya'ni 3 ta -27. Endi bir-biriga bo'lib yuboramiz. O'shanda nima bo'ladi? Bir-birlar qisqarib ketadi. 3 ta q qoladi. Hop, o'shanda minus plus bo'lib 1/27. 1 ni 27 ga bo'lsak. Bu ham bo'lsa 1/3-si. 3-darajalar qisqarib ketib, q teng 1/3. Mana bizning javobimiz. Tushunarli? Ana endi 15-misolimizda xuddi shunaqa, ya'ni mahrajini topishimiz kerak. Yana bo'lib yuboradigan bo'lsak, 3 ta farq bo'lgani uchun yana q ni 3-si qoladi. Minus plus bo'ladi. 2/3 bo'luv 18. Hop, 2/3 ko'paytirib 1/18. Qisqarib ketsa 9 qoladi. 1/27. 1/3-si, q ni 3-si teng 1/3-si qisqarib ketsa, bu yerda ham q teng 1/3. Keladi, bir xil chiqdi. To'g'rimi? Endi bu yoqda ikkita farq qilyapti. Demak, bo'lib yuboradigan bo'lsak, q ni ikkitasi qoladi. Tak, 3 bilan 27 qisqarib ketadigan bo'lsa, bo'lganda 1/9 qoladi. Bu ham 1/3 ikkinchisi. 2 lar qisqarib ketsa, q teng 1/3 o'zi qoladi. Hammasi bir xil javob chiqyapti, qaranglar. Bu lekin men teylab 3 ta tashab ketaman. Tag'in kommentariyada yozib qo'yishadi. Voy, ko'p tashab ketyapsiz, oradigilarni ishlang. Hammasi bir xil-ku ishlanishi. Javobi ham bir xil chiqyapti. Yana nima kerak? Hammasi ishlab qo'yadigan bo'lsa, unda sizlarga nima qoladi, to'g'rimi? Xo'p, demak 21. Bu yoqda bizda mana shu ko'paytma berilgan 6-hadini topgin deyilyapti. Esingizda bo'lsa, arifmetikda ham mana bunaqa narsa bor edi. Misol uchun A10 ni topmoqchi bo'lsak, A8 bilan A12 ni qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Misol uchun bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. B6 ni topish uchun, demak, B4 bilan B8 ni ko'paytirib ildiz ostidan chiqaramiz. Nimaga? Chunki e'tibor qilinglar. B6 B1 kara q dan 5 ta bor. B4 B1 kara q dan 3 ta bor. B8 B1 kara q dan 7 ta bor. Xo'p, o'shanda B1 dan 2 ta bormi? Q dan 10 ta bormi?
ildiz degani 1 taqsim 2 daraja deganimi? Ya'ni b1 kvadrat k ni 10-sini 1 taqsim 2-si. Bu har biriga ta'sir qiladigan bo'lsa b1 dan bitta qoladi, k dan 5 ta qoladi. Kakras nima bo'ldi? Bir xil bo'ldimi? Isbotlab berdik. Ana endi buni isbotlab berganimiz uchun bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi buni. O'rniga qo'yib olsak bo'ladi. Bu ko'paytmani o'rniga 36 qo'yib yuboramiz. Bundan 6 chiqadi. Demak, 6-xadi 6 ekan. Tushunarlimi? Mana buni misol uchun keltirdim. Bitta kerak emas. Xo'p, bu yerda ham endi qanaqa ishlasak bo'ladi? E'tibor qilinglar. B7 kerak ekan bizga. B7. Endi bu B1 kara K dan 2 ta bor. Bu yoqda B1 kara K dan 7 ta bor, barobar 36. O'shanda B1 dan 2 ta, K dan 9 ta barobar 36, to'g'rimi? Xo'p, B4 nima degani? B1 kara K dan 3 ta teng 3. Mana. Endi buni kvadratga oshirib olsak nima bo'ladi? B1 kvadrat ko'paytirib K dan 6 ta barobar 9 bo'ladi. Endi bu ikkalovi e'tibor qilinglar, nima unaqa qildim? Shtobi B1larni qisqartirib yuborsam K la qoladi faqat. Ikkalovini bo'lib yuboraman bir-biriga. O'shanda B1lar qisqarib ketadi. K 9 tadan 6 ta bo'lganda darajalar ayrilib K dan 3 ta qoladi. 36 ni 9 ga bo'lsam 4 bo'ladi. To'g'rimi? Ana, endi K barobar 3-ildiz ostida 4. Xo'p, endi men bu oldingi holatida olib kelib qo'yaman. Q ni 3-darajasi 4 ekan-ku. O'shanda B1 ko'paytirib 4 teng 3 degan tenglik bor edi kvadratga oshirmasimdan oldin. Demak, B1 ni topadigan bo'lsam 3 taqsim 4 bo'ladi. Mana B1 bor. Mana K bor. Endi B7 ni topaman desam nima bo'ladi? B1 ko'paytirib K dan 6 ta. B1 o'rniga 3 taqsim 4 olib kelib qo'yaman. K6 ni o'rniga mana K3 bizada 4-ku. Hop. K6 shuni kvadrati, ya'ni 16. Bo'ldi, qisqarib ketsa 12 qoladi. Tushunarli? Hammasi oddiy shu nomerlar, indekslar, darajalar bilan hal bo'lib ketyapti. Endi bizga bu 3 ta ko'paytma nechiligi berilgan? B7 ni so'rayapti. Endi qaranglar. O'zi men bu ikkalovini ko'paytmasi mana bunaqa narsa. Mana B7 kvadrati barobar B6 ko'paytirib B8. Biz boya ildiz dedik-ku, shuni kvadratga oshirib olsak, o'shani bu yoq ildizdan qutuladi, bu yoq kvadrat bo'ladi. Mana bitta kami 6, bitta ko'pi 8. 7 dan bitta kam, bitta ko'p. Ana o'shanda biz mana bilan o'rniga B7 ni kvadratini qo'yib yuboramiz. O'shanda B7 ni kvadrati kerak B7 barobar mana bu 6 ni 3-darajasi. O'shanda bu yerda B7 ni 3-si teng 6 ni 3-si. Mana bu 3lar qisqarib ketsa B7 teng 6. Bizga o'zi kakras B7 ni so'ragan edi. Demak, javobimiz 6. Zo'r. Xo'p, endi bu yoqda B9 ni so'rayapti. Tak. Bu yerda B1 kara Q, B1 kara Q dan 9 ta, B1 kara Q dan 14 tasi barobar -7 ni 3-darajasi. Bu yerda B1 3-darajasi 1, 2, 3 ta bor. Endi Q dan bitta 9 ta 10 ta bo'ldi, mana 14 ta bilan 24 tasi barobar -7 ni 3-darajasi. Hammasini 3-darajaga qisqartirib oladigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu bitta B1 qoladi, bu yerda 3 ga bo'lsak 8 qoladi, bu yerda -7 ni o'zi qoladi. B1 kara Q 8 nima degani? B9 degani. Kakras bizga shu narsani o'zi so'ragan edi. Demak, javobimiz mana shu. Nima qildik? Yoyib chiqdik, javobimiz chiqdi. Arifmetikda ham xuddi shunaqa yoyib chiqsak javob chiqadi deysizlar o'zi. Bu yerda B1 so'rayapti. Xo'p, endi men bu B5 nima degani? B3 bilan ifodalasak. Farqi nechtaga? 2 ta Q ga farqi -1 taqsim 3. B3 nima bizada? -4 taqsim 3 olib kelib qo'yamiz. -4 taqsim 3 ko'paytirib Q ni kvadrati barobar -1 taqsim 3. Endi Q kvadrat barobar -1 taqsim 3. Men bu bo'luv -4 taqsim 3 bo'lib o'tadi. O'shanda Q kvadrat barobar minusga minus plus bo'ladi-da, 1 taqsim 3. Alhamdulillah. 3 taqsim 4 bo'lib o'ralmashib ketadi. Minusga minus plus bo'lib ketdi. 1 taqsim 4, bu ham bo'lsa 1 taqsim 2 ni kvadrati. Mana bu kvadratlar qisqarib ketsa, Q barobar 1 taqsim 2 bo'ldi.
Endi hop, mana bu yerda bizga B3 berilgan. B3 chi B1 kara K ni kvadrati barobar -4 taqsim 3 deb olsak, hop, B1 ko'paytiruv K kvadrat bilan mana bu yerda bor edi. Qaranglar, mana 1 taqsim 4 edi. Qisqartirmasdan oldin 1 taqsim 4. Mana shu o'zi 1 taqsim 2 ni kvadratini yozsak ham shu narsa-yu. O'shanda B1 barobar -4 taqsim 3 bo'luv 1 taqsim 4, -4 taqsim 3 ko'paytiruv 4 taqsim 1 bo'lib o'ralmashadi. -16 taqsim 3 bo'ladi. Mana sizlarga B1. Oddiy hisob kitob. Tushunarli-a? B1imiz 33-misolda -16 taqsim 3 topildi. Xo'p, endi e'tibor qilinglar, bu yerda ketma-ket mana shu sonlar geometrik progressiyani hadlari, ketma-ket hadlari deb aytilgan. Shu yerdan x topish kerak ekan. Boyagi formulamiz B2 barobar ildiz ostida B1 ko'paytirib B3 degan narsani ishlatamiz. Kvadratga oshirsak B2 ni kvadrati barobar B1 ko'paytirib B3. Endi o'rniga qo'yib yuboramiz. B2 nima bizada 12. Mana bu kvadrati, ikkita tomonni kvadratga oshirib yuborsak, kvadrati barobar B1 nima bizada x. B3 nima bizada 3x plus 6. Ana. Endi 144 barobar 3x kvadrat plus 6x. Ana. Endi 3x kvadrat plus 6x minus 144 bo'lib o'ng tomonga ayrilib o'tdi. Endi 3 ga bo'lib o'radigan bo'lsak x kvadrat plus 2x minus buni 3 ga bo'lsak 48 barobar 0. Bu x minus necha kara necha deb olsak bo'ladi? 12 kara 4, 16 kara 3, 24 kara 2, 48 kara 1, 6 kara 8 desa ham bo'ladi-yu. X minus 6, x plus 8 barobar 0. Chunki 8 ni 6 narsa plus 2 ko'paytirsak minus 48. O'shanda x teng 6, x teng minus 8. Xo'p, endi minus 8 bo'lishi mumkinmi degan savol sizlarga. Minus 8 olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu 12 bo'lsa, bu minus 3 kara 8 24, 6 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 18 bo'ladi. Minus 8 12, o'shanda minus 8 12 minus 18. Tak, bu da bo'lishi mumkin, chunki 3 taqsim 2 ga ko'paytirib ketyapti. 3 taqsim, ya'ni minus 3 taqsim 2 ga ko'paytirilib ketyapti. Bir-biriga farq. Xo'p, demak 36 da x barobar 6 bilan minus 8 topadi. Demak, mana bu bizda x javoblari. Endi 39 da B1, B2, B3 berilgan, B4 ni toping deyapti. Xo'p, bu yerda ham mana shu formulani ishlatamiz. B2 ni kvadrati barobar B1 ko'paytirib B3. Xo'p, o'shanda 2x minus 6 ni kvadrati barobar x minus 3, ya'ni B1 o'rniga x minus 3 qo'yamiz, B3 o'rniga x plus 6 qo'yamiz. Xo'p, o'shanda nima bo'ladi? 4x kvadrat minus 24x plus 36 barobar x kvadrat plus 3x minus 18. Hammasini bu yoqqa olib o'tamiz. 3x kvadrat minus 27x plus 54 barobar 0. 3 ga bo'lib o'ramiz. O'shanda x kvadrat minus 9x plus 18 barobar 0. O'shanda bu x minus 6, x minus 3 barobar 0 bo'ldi. Ko'paytirsak plus 18, qo'shsak minus 9. O'shanda x1imiz 6, x2imiz 3 bo'ldi. Endi B4 uchun bizga nima kerak o'zi? B1 bilan q ni 3-darajasi kerak. Buning uchun endi x misol uchun 3 deb oladigan bo'lsak, bu yoqqa qo'ysak 0 bo'lib qoladi. 0 li любой songa ko'paytirsak 0 chiqaveradi. O'shaning uchun buni biz 3 ni ololmas ekanmiz. 6 ni oladigan bo'lsak, 6 ni qo'yganimizda B1imiz 3 qoladi. B2imiz 6 ni qo'ysak, 2 kara 6 necha bo'ladi? 12, 6 ni olganda 6 qoladi. B3imiz
6ga 6 ni qo'shsak 12 bo'ladi. E'tibor qilinglar, buni 2 ga ko'paytiryapmiz 6 bot, buni 2 ga ko'paytiryapmiz 12 bot. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni endi B4 topmoqchi bo'lsak, B3 ya'ni 12 ni yana 2 ga ko'paytiramiz 24 bo'ladi. Mana 3 6 12 24 2 barobar o'sib kelyapti. Ya'ni yechim topgandan keyin qaysi biri to'g'ri kelishini ham surishtirib qo'yish kerak. Ana o'shanda mana bunisi to'g'ri keldi 6. O'shani olib kelib mantiqqa joylashtirdim. Mana bu narsa kelib chiqdi. B1, B2, B3, B4 shundan topib oldim keyin. Tushunarli-a? Xo'p, davom etamiz. Tak, bizaga mana bu narsa ketma-ket geometrik progressiyaning xatlari deb berilgan bo'lsa, bu B1, B2, B3, bu B4 bo'ladi. Ana endi B4 mana bizga so'ralyapti B2, B3. Uning uchun biz B1 bilan qani topib olishimiz kerak. Hop, B1 bor bizda 2. Zo'r. B4 nima? B1 kara Qdan 3 ta degan. Hop, o'rniga qo'yamiz. 16 barobar B1 bizda 2, Qdan 3 ta. 2 ga qisqartirib olsak 8 barobar Qdan 3 ta. Bu degani o'zi 2 ning 3-chi darajasi degani. 3 lar qisqarib ketsa Q teng 2 ekan. Demak, B1 ham 2, Q ham 2. O'shanda B2 ni topsak, B1 ga 2 ni ko'paytirib ketaveramiz keyingilarni. 4, B3 topsak 8, B4 16. Qaqras 2 ga ko'paytirib ketyapti. Bo'ldi, mana ham ikkalovini topdik. Tushunarli-a? Xo'p, mana B1, B2, B3, B4, B5, B6. Xo'p, bizda B6 miz 5 ga teng ekan. B1imiz 160 ga teng ekan. Endi B6 mizni yoyamiz. B1 ko'paytirib Qdan 5 tasi, hop, 160 ko'paytirib Qdan 5 tasi barobar 5. Qani 5 tasi barobar 160 bo'lib o'tsa 1 taqsim 32 bu ham bo'lsa 1 taqsim 2 ning 5-inchisi. 5 lar qisqarib ketsa Q teng 1 taqsim 2. Ana. B1 160, Q 1 taqsim 2. B2 ni topamiz desak, B1 ga, ya'ni 160 ga xuddi shu bitta Q ni ko'paytiramiz. 80 bo'ladi. B3 topamiz desa, endi 80 ga yana 1 taqsim 2 ni ko'paytiramiz. 40 bo'ladi. B4 topamiz desak, yana 40 ga 1 taqsim 2 ni ko'paytiramiz. 20 bo'ladi. B5 topamiz desak, endi 20 ga yana 1 taqsim 2 ni ko'paytiramiz. 10 bo'ladi. Mana 40, shu 80, 40, 20, 10. Hammasi topildi. Xo'p, bizga B1 berilgan, Q berilgan, S8 ni so'rayapti. Ana endi Sn formulani o'tamiz. Boy darsni boshida aytganimdek. Demak, Sn barobar B1 1 minus Q ning n-inchisi taqsim 1 minus Q. Shu formulaga endi qo'yamiz. Sn formulamiz. Tushunarlimi? Xo'p, S8 barobar B1 nima bizda 0,5, 1 minus Q nima bizda minus 2, n-inchisi 8-inchisi taqsim 1 minus 2 ya'ni qadorligi. Xo'p, 0,5 1 minus, mana bu minus 2 ni 8-inchisi plus bo'lib ketadi. 2 ni 8-inchisi 256 taqsim. Bu yerda nima bo'ladi? Minus 2 minus plus bo'lib 1 ga 2 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Ana o'shanda 0,5 ko'paytiruv. Mana bu 1 dan 256 ni ayirsak 255 minusdan, chunki minus chiqadi, bu yerda 3. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, necha bo'ladi? 240 bo'lsa 80 bo'lardi, 85 bo'lyapti. Ana endi barobar minus, mana bu 0,5 degani 1 taqsim 2 ko'paytirib 85 minus 85 taqsim 2. Yoki buni sal bundoqroq yozgan bo'lsak, minus 42,5. Tushunarlimi? Xo'p, endi B1 bor, B2 bor, S7 ni so'rayapti. S7 barobar B1 1 minus Q7 taqsim 1 minus Q. Ana endi B1 bizda 2, 1 minus Q ni qayerdan topamiz desa, e'tibor qilinglar. B2 ni B1 ga bo'lsak Q ni beradi. Xuddi A2 ni A1 ga ayirsak D ni berardi, shunga o'xshagan narsa. Bu to'g'ri 2 ga bo'lsa 2 bo'ladi. Demak, 2 ni 7-inchisi taqsim 1 minus 2. Ana mana bu minus 1 bo'ladi deb bo'lib yuborganimizda tepadagini o'zi qoladi, lekin minusni ta'sir qilib o'ralmashadi. 2 ko'paytiruv 2 ning 7-inchisi 128 minus 1 bo'lib o'ralmashadi. 2 kara bu 127 qoldi. 254 bo'ladi shunda. 2 ko'paytirsak.
51 misol 254. To'g'ri. 54 misol. Hop, B4 bilan B3 bor. Demak, q ni topmoqchi bo'lsak, buni bunga bo'lamiz. 8 ni 4 shu minus 8 ni 4 ga bo'lsak, minus 2 bo'ladi. Ana endi S6 B1 ni topishimiz kerak, to'g'rimi? Buning uchun mana bu B3 ya'ni 4 ni mana buni kvadratiga bo'lishimiz kerak, ya'ni 4 ga bo'lishimiz kerak. 1 bo'ladi. Bu B1 ekan. B1imiz 1. O'shanda S6miz B1, ya'ni 1 ko'paytiruv 1 minus q ni n'si, ya'ni minus 2 ni 6si 1 minus q, ya'ni minus 2. O'shanda 1 ga ko'paytirganim уже hech narsa bo'lmaydi, ya'ni o'zi chiqadi, yo'qolib ketadi. 1 minus 2 ni 6si 64 bo'ladi. Hop, minus 2 plus bo'lib 3 bo'ldi. Minus 63 bo'ladi. Mana buni ayiradigan bo'lsak, taqsim 3 minus 21 bo'lar ekan. Oxirgi javobimiz. Tushunarli? 57. Hop, bn shu formula bilan berilgan bo'lsa, S8 ni topgin deyapti. Hop, buning uchun bizga 1 qo'yib ko'ramiz, ya'ni B1 kerak. 3 ko'paytiruv 2 ni 1 ayru 1, ya'ni 0si 1 bo'lib ketadimi? O'shanda 3 o'zi qoladi. Mana 1 bo'lib ketdi. 3 kere 1 3 bo'ldi. Endi B2 ni topamiz. Nimaga? Chunki B2 ni topsak, o'shanda 1 ga bo'lganimizda q kelib chiqadi-da. Hop, B2 ni topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 3 ko'paytiruv 2 ni 2 ayru 1si. 1 qoladimi? 2 ni 1si 1 mi? To'g'ri, 2 ni 1si 2 mi? 3 kere 2 6 bo'ldi. Ana o'shanda q'imiz 6 bo'lib 3 2 bo'ldi. Mana q bor, B1 bor. Endi o'rniga qo'yaveramiz. S8 degani B1, ya'ni 3. Endi 1 minus q ni, ya'ni 2 ni 8-si 1 minus 2 barobar. Bundan o'tirib tursin. Xo'p, 3 ko'paytiruv. Mana bu minus 1 bo'ladimi? Tepadagi ta'sir qiladigan bo'lsa 2 ni 8-si minus 1 bo'lib o'rnalashib o'zi tushib qoladi. Chunki 1 bo'lganda hech narsa o'zgarmaydi-yu. O'shanda bu 256 dan 1 ayirsa 255. O'shanda 765 chiqar ekan. 57 ni javob. Ana, xo'p, endi 60-misolimiz. Hop, bizga bn formulasi berilyapti, S5 so'rayapti. Yana B1 ni topib olamiz. 2 ni 1-si, mana bu yoqda 3 ni 0-si qoladi 1 qo'yadigan bo'lsak, to'g'rimi? O'shanda 2 ni 1-si 2, 3 ni 0-si 1. Javobimiz 2 chiqadi. B2 ni topadigan bo'lsak, 2 ni 2-si, 3 2 ayru 1-si, mana bu 4 bo'ladi 2 ni 2-si, bu 3 1-si, 3 1-si 3 bo'ladi. Demak, javob 4 taqsim 3. Hop, q ni topamiz, B2 bo'lib B1. 4 taqsim 3 bo'lib 2. 2 taqsim 3 bo'ldi. Ana, B1 bor, q bor. Endi S5 topadigan bo'lsak, B1, ya'ni 2, mana B1. 1 minus q ni, ya'ni 2 taqsim 3, 5-si 1 minus 2 taqsim 3. Hop, bu ayiradigan bo'lsak 1 taqsim 3 qoladi. 2 qo'shishda 1 minus, mana bu 32 taqsim 243 taqsim 1 taqsim 3. Ana, barobar. Endi hisoblaymiz. Xo'p, bunga 243 bersak, 243 dan 32 ayiradigan bo'lsak, 211 qoladi. 2 ko'paytiruv 211 taqsim 243. Endi bo'luv ko'paytiruvga o'zgarib 3 taqsim 1 bo'lib o'ralmashadi. 3 ga bo'lib olsak, bu yerda 1, bu yerda 81 qoladi. O'shanda 2 kere 211 422 taqsim 81 bo'ladi. Mana bu bizda 63 misol S5 javobi 422 taqsim 81 topdi. Endi 61 dan 65 gacha yig'imini hisoblang deyapti. E'tibor qilinglar, birinchisi B1 albatta. Xo'p, uni nimaga ko'paytirsa 1 taqsim 3 bo'lyapti. 3 ga ko'paytirganda tasavvur qiling, mana 3 ga ko'paytirganimizda bu qisqarib ketib, 1 bu yerda 3, 1 taqsim 3 qoladi. Demak, B2 ni topish 3 ga ko'paytirilyaptimi? B1imiz 1 taqsim 9. Hop, Q'imiz 3, topib oldik. Ana endi nechta xat borligini bilishimiz kerak. Uning uchun 81 barobar B1, ya'ni 1 taqsim 9 ko'paytiruv q ni, ya'ni 3 n minus 1-si. Xo'p, o'shanda bu yoqqa ko'paytiruv o'tib kelsa 81 degani bu o'zi 3 4-si, bu 3 2-si, 3 6-si bo'ladi ko'paytiruv o'tgan. Barobar 3 n minus 1-si. O'shanda 6 barobar n minus 1.
bir bu yoqqa plus bo'lib o'tib ketsa n barobar 7 bo'ladi. Xuddi arifmetikda ham an formula orqali n ni topib oldik-ku. Bu yerda ham o'sha bn formula orqali n ni topib oldik. Endi sn formulaga qo'yamiz. Ya'ni s7 barobar b1imiz bizda 1 taqsim 9 1 minus q ya'ni 3 7-si taqsim 1 minus q ya'ni 3. O'shanda nima bo'ladi qaranglar. Tak, mana bu narsani biz уже 7 ni topib bo'ldik. Hamma tushundi. Buni bundoq qilamizda, bu yoq chetkiga qo'yib turamiz. De endi mana bu narsani bundoq olib kelib bu yoqqa qo'yib turamiz. Xo'p. Bundoq qilib turamiz. Endi hisoblaymiz. 1 taqsim 9 turib tursin. Xo'p. Bu 3/7, to'g'rimi? Qo'l sochib yuboramiz. 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 9 ko'paytiruv 3/7 taqsim minus 2. Mana. O'shanda mana bu 3/7 bilan bu 3/2 qisqarib ketsa 5-si qoladi. 1 taqsim 9 minus nechi bo'lyapti? 3/5-si 243 bo'lyapti. Bo'luv minus 2. Bo'luv minus 2. Endi minusga ta'sir qildirsak 10 almashadi. Endi 243 minus 1 taqsim 9 bo'luv 2 qoldi. Ana endi 243 bo'lsa, bu yerga 9 beramiz. O'shanda nechi bo'ladi? Oho, tak. 729 ni yana 3 ga ko'paytirgan bo'lsak, 729 ni 3 ga ko'paytirgan bo'lsak, 27 ikisi dilda, tak 6 8 21 2187 dan 1 ayirgan bo'lsak, 2186 taqsim 9 bo'luv 2. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 1093 taqsim 9. Mana 1093 taqsim 9 bo'ldi. Bu 62-misolni javobi. 1093 taqsim 9 topib o'tirdi. Endi shunaqa noqulay sonlar bo'lgani uchun ham ishimiz shunaqa mujmal bo'lib ketdi. Bu yoqda men b1imiz 3 taqsim 8 q ni e'tibor qilamiz. Hammasi tepasi 3, faqat bu kamayib ketyapti. Nimaga? Chunki buni 2 ga ko'paytirganimizda 8 bilan 2 qisqarib 4 qoladi. O'shaning uchun ham q ni 2 deymiz. Srazu. Agar qatdan buni qog'ozga topamiz, har doim qiynalmoqchi bo'lsanglar, agar mana bu yerda b2, demak b2 ni b1 ga bo'lsanglar, baribir 2 kelib chiqaveradi. Shuning uchun u muammo emas. Hop, endi b1 bor, q bor, endi 48 bn ku bizda. O'sha orqali n ni topib olamiz. Bo'lmasam sn formulaga qo'ya olmay qolamiz. b1 ya'ni 3 taqsim 8, q ya'ni 2 ni n minus 1-si. Hop, 3 ga bo'lingan bo'lsak, bu yerda 1, bu yerda 16. 16 bu 2 ni 4-si, ko'paytiruv 8 bu 2 ni 3-si barobar 2 ni n minus 1-si. Bu yerda 7 bo'ladimi? O'shanda 7 barobar n minus 1. O'shanda n barobar 1 u yoqqa plus bo'lib o'tsa 8 bo'ladi. Ana. O'shanda s8 barobar b1 ya'ni 3 taqsim 8 endi 1 minus q ya'ni 2 ni 8-si taqsim 1 minus 2. Xo'p, endi qaranglar-da. Bu minus 1 bo'lsa, tepaga ta'sir qilganda o'rin almashadimi? 3 taqsim 8, 2 ni 8-si minus 1 bo'lib o'rin almashadi. Ana o'shanda bu 256 dan 1 ayirsa 255. Hop, 3 ga ko'paytirganimizda 765 taqsim 8 bo'lyapti. Qisqaradigan joyi yo'q ekan. Tushunarli-a? 65. 765 taqsim 8 topib to'g'ri. Endi 68 da q berilgan, s5 berilgan, b6 ni so'rayapti. Hop. Endi s5 ni yoyamiz. b1 1 minus q ni 5-si taqsim 1 minus q. Hop, endi barobar 484, to'g'rimi? Endi b1 1 minus 1 taqsim 3 5-si taqsim 1 minus 1 taqsim 3 barobar 484. Hop, bu ayirganimizda 2 taqsim 3 qoladi. Hop, bu 1 taqsim 243 bo'ladi. Endi umumiy mahraj bersak, mana bu yerga ham 243 beradigan bo'lsak, bir narsa 242 bo'ladi. Demak, b1 ko'paytirib 242 taqsim 243
taqsim 2 taqsim 3. Endi bu narsa ko'paytiruv 3 taqsim 2 bo'lib o'ralashib chiqadi. Barobar 484. 3 ga bo'lsak 81, 2 ga bo'lsak 121. Ana endi 121 ga qisqartira olsak, bu yerda 4. O'shanda B1 barobar 81 ko'paytiruv 4. O'shanda bu 324 bo'ladi. Endi B6 ni qayerdan topamiz? B6 degani B1 ko'paytiruv Q dan 5 ta degan. B1 bizada 81 ko'paytiruv 4, ya'ni 324. 81 ko'paytiruv 4 deylik, qisqartirishga oson bo'ladi. Endi qani 5-inchisi? 1 taqsim 3 5-inchisi bo'lsa, hop, kakras bu 3 4-inchisi. Qisqarib ketsa, 3 o'zi qoladi. 4 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu bizada B6 bo'ladi. Hisob kitob, kasrlarni, darajalarni cho'tki bilgan odam mana shu yerda ham qiynalmaydi, tushunasizlarmi? Ana endi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya haqida ketyapti. Formulasi B1 taqsim 1 minus Q. Tushunarli? Bundan farqi bor Sn formuladan. Bu osonroq. B1imiz bizda 2, 1 minus Q o'rniga 1 taqsim 2 qo'yib olamiz. 2 taqsim 1 dan 1 taqsim 2 ni ayirsak 1 taqsim 2 bo'ladi. 2 tepaga chiqib ketsa to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi? Oson. O'shanda S formula B1, ya'ni 2 minus ildizosti 2 taqsim 1 minus Q. Bizda ildizosti 2 taqsim 2. Xo'p, o'shanda 2 bu yoqqa umumiy bersak, 2 ni o'zi tepaga chiqib ketadi-da, pastda 2 minus ildizosti 2 qoladi. O'shanda bular qisqarib ketsa, 2 ni o'zi qolyapti. Endi yig'ini hisoblayman deyaptim. Albatta mana bu B1, Q ni qayerdan topamiz? B2 ni bo'lamiz B1 ga. Ya'ni 4 taqsim 3 bo'lamiz 2 ga. 2 taqsim 3 bo'ladi. O'shanda bu Q bo'ladi. B1 bor 2. O'shanda bu S formula B1 taqsim 1 minus Q. Yana qayta yozaman. B1 bizada mana 2. Q bizada 2 taqsim 3 mi? 1 minus 2 taqsim 3. Demak, 2 taqsim bundan ayiradigan bo'lsak 3 berib 1 taqsim 3 qoladi. 3 tepaga chiqib ketsa 6 bo'ladi. 6 taqsim 1 6 bo'ladi. Bu yoqda mana B1imiz minus 3 taqsim 2. Hop, bu B2 to'g'rimi? Endi B2 ni bo'lamiz B1 ga. O'shanda 9 taqsim 8 ni bo'lamiz minus 3 taqsim 2 ga. Hop, 9 taqsim 8 ko'paytiruv minus 2 taqsim 3. 3 ga qisqartirsak bu yerda 3 qolyapti, bu yerda 1 qolyapti. 2 ga qisqartirsak bu yerda 1, bu yerda 4 qolyapti. O'shanda minus 3 taqsim 4 bu Q bo'ldi. Ana o'shanda bu S formulamiz B1, ya'ni minus 3 taqsim 2, 1 minus Q ni o'rniga minus minus plus 3 taqsim 4 bo'lib o'tib ketadi. Endi minus 3 taqsim 2 bo'luv bu 4 ni haj bersak 7 taqsim 4 bo'ladi. Minus 3 taqsim 2 ko'paytirib 4 taqsim 7 bo'lib o'ralmashadi. Bular qisqarib ketsa 2 qoldi. Demak, 3 kere 2 6, minus 6 taqsim 7 bo'lyapti. Shunda 80-misolning javobi minus 6 taqsim 7. To'ppa-to'g'ri. 82. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada S formulani so'rayapti. Bizga B1 kerak, Q kerak, to'g'rimi? Hop, B1 ni qayerdan topamiz? Endi o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak, 3 1 plus 1-si 5 1-si. 3 2-si 9 taqsim 5 bo'ladi. B2 ni topadigan bo'lsak, 3 2 plus 1-si 5 2-si. 3 3-si 27 taqsim 25. Endi Q ni topadigan bo'lsak, B2 bo'lib B1 bo'ladi. 27 taqsim 25 bo'lib 9 taqsim 5. 27 taqsim 25 ko'paytirib 5 taqsim 9. 5 ga qisqartirsak 1 5, 9 ga bo'lsak 3 1, 3 taqsim 5 bu Q bo'ldi. Bo'ldi, 3 taqsim 5 Q ni eslab qolamiz. Hop, Q barobar 3 taqsim 5. Mana buni ham o'chirib olsak bo'ladi. Bu hisoblab bo'ldik-ku, to'g'rimi? O'shanda Q bor, B1 bor, S barobar B1 ya'ni 9 taqsim 5 bo'lamiz 1 minus Q ga 3 taqsim 5 ga. O'shanda 9 taqsim 5 bo'lamiz, bu yerda 5 dan 3 ketsa 2 taqsim 5 ga. 9 taqsim 5 ko'paytirib 5 taqsim 2. 5 la qisqarib ketsa 9 taqsim 2 qolyapti. S barobar 82 da 9 taqsim 2, ya'ni 4,5. Mana buni javobi 4,5. Tushunarli? Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. S topish uchun B1 kerak bizga. 4 ko'paytiruv 0,5 birinchisi 0,5 o'zi bo'ladi. Hop, 1 minus Q.
Endi qani qatdan topamiz? Oldin B2 ni topib olamiz. B2 barobar bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsak, 4 ko'paytirib 0.5 ikkinchisi 0.25 bo'ladi, 1 bo'ladi. Endi q ni topadigan bo'lsak, 1 ni mana bu ko'paytirsak necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 1 taqsim 2. Demakki 1 taqsim 2 qo'yamiz. Bo'ldi, q 1 taqsim 2 ekan. 2 taqsim 1 taqsim 2. 4 chiqyapti. Tushunarli? 84 da. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada S topish kerak ekan. Q bor, B3 bor. Xo'p, bundan biza B1 ko'paytirib q kvadrat deb yozsak buni. Hop, B1 ko'paytiruv q kvadrat o'rniga mana bu narsani 9 taqsim 16 teng 9 desak, 9 lar qisqarib ketsa, B1 teng bu 16 ko'paytiruv bo'lib o'tadi. 16 bo'ladi. B1 demak 16 taqsim 1 minus q, ya'ni 3 taqsim 4. O'shanda 16 taqsim bu 4 dan 3 ketsa 1 taqsim 4. O'shanda S barobar 4 tepaga chiqib ketsa 64. Ana, zo'r. Xo'p, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada yana q bor, B4 bor. Xo'p, B1 ko'paytirib q dan 3 tasi barobar 0.5 o'rniga 1 taqsim 2 yozamiz. B1 ko'paytirib q ni 3-chisi, ya'ni bu qisqartirib olsak o'zi 1 taqsim yuzasiga 2 yu 3-darajasi 1 taqsim 2 yuzasiga 2 barobar 1 taqsim 2. 2 lar qisqarib ketsa, B1 barobar u yoqqa ko'paytirib o'tsa yuzasiga 2. Ana. O'shanda bu 1 taqsim yuzasiga 2 qayimiz. B1imiz yuzasiga 2 taqsim 1 minus qayimiz 1 taqsim yuzasiga 2. O'shanda barobar yuzasiga 2 taqsim, bunga yuzasiga 2 bersak, yuzasiga 2 minus 1 taqsim yuzasiga 2 tepaga chiqib ketsa, 2 taqsim yuzasiga 2 minus 1 bo'ladi. Buni yuzasiga 2 plus 1 ga ko'paytirsak, irratsionaldan qutqarish maqsadida. Yuzasiga 2 plus 1 yo'da 2 minus 1 bo'ladi. 1 qolib ketadimi? O'shanda 2 yuzasiga 2 plus 2 chiqar ekan bizning javobimiz. Yoki mana bu qovsi o'zi bo'ladi. 90-misol. 2 yuzasiga 2 plus 2 topib o'tadi. Endi cheksiz kamayuvchi bu yoqda ham, hop, S bor, S3 bor ekan. Q ni so'rayapti. Hop, S ni biz yozib olamiz B1 taqsim 1 minus Q teng 81 deb. S3 yozib olamiz B1 1 minus q ni 3-chisi taqsim 1 minus q teng 78 deb yozib olamiz. Shu yerdan q ni topishimiz kerak. Xo'sh, o'shanda mana bu qismi e'tibor qilinglar, mana ko'paytiruvding, mana bu qismi akras 81 bo'ldi. 1 minus q ni 3-chisi barobar 78 bo'lu 81. O'shanda q 3-chisi barobar, bular ikkalovi o'rin almashib olsa, bu yoqqa plus bo'lib keladi, bu yoqqa minus bo'lib keladi. O'sha yerda mana bu ikkaloviga. O'shanda 1 minus 78 taqsim 81. Bunga 81 bersak, mahraj 3 taqsim 81, 1 taqsim 27. O'shanda 3-darajali, mana bu ham baribir 1 taqsim 3-chisi qisqarib ketadigan bo'lsa, q barobar 1 taqsim 3 o'zi bo'ladi. Tushunarlimi? O'rniga qo'yib yubordik. Ana, endi bizga shunaqa narsa berilganki 96 da mana shu kvadratlar shunaqa ichma-ich chizilganki, mana bu narsa markazda yotadi, burchagi. Tushunarlimi? O'shanda e'tibor qilinglar, bu tomoni 12 bo'lsa, bu rovna yarmi bo'lgancha 6 ga 6 bo'lyapti tomoni. Bu uni ham yarmi 3 ga 3 bo'lyapti. Buni yuzalarini yig'indisini so'rayapti. Endi kattasini yuzasi 12 ni kvadrati bo'ladi, keyingisi 6 ni kvadrati, keyingisi 3 kvadrati, keyingisi 3 taqsim 2 ni kvadrati va hokazo. E'tibor qilsanglar, bu 12 ni kvadratidan keyin 12 ko'paytiruv 12 ni kvadrati ko'paytiruv 1 taqsim 4. E'tibor qilinglar mana. Hozir mana 144 4 ga bo'lsanglar, mana 36 bo'ladi. Ya'ni har safar 1 taqsim 4 ga kamayib ketyapti. Demak, biz buni B1 teng 144 desak, Q teng 1 taqsim 4 bo'lyapti. O'shanda S cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya formulasi bo'yicha B1 ya'ni 144 taqsim 1 minus Q ya'ni 1 taqsim 4. 144 taqsim 3 taqsim 4. Hop, bu degani 144 ko'paytiruv 4 taqsim 3, 3 ga qisqartirsak, bu yerda 48 bo'ladi. 192 bo'ladi. Tushunarli-a?
Endi keyingisida muntazam uchburchak, ya'ni teng tomonli uchburchakning tomoni 6, keyingisi uni o'rtalarini tutashtiruvchi. Ya'ni o'sha tomoni uni yarmi 3 bo'ladi, to'g'rimi? Keyingisi o'sha 3/2 bo'ladi va hokazo. Endi perimetrlarning yig'indisini topadigan bo'lsak, perimetri xuddi shuni nima 3 ga ko'paytirilgan 18 bo'ladi. Birinchisi, keyingisi nima bo'ladi? Uni yarmi, ya'ni 9 bo'ladi. Chunki 3 bo'lsa 9 bo'ladi, to'g'rimi? Va hokazo. Endi S bu perimetrlarning yig'indisi barobar B1 ya'ni 18 taqsim keyingisi 1 minus o'sha 1/2 kamayyapti-yu. Demak B1imiz 18, Q'imiz 1/2. 1/2 qo'yib olamiz. B1 taqsim 1 minus Q bo'lgani uchun formulamiz. 18 taqsim 1/2. Bu esa 18 ko'paytirib 2/1 bu 36 santimetr degani. Demak, umumiy hamma uchburchakning perimetrlari yig'indisi. Keyingisida radiusi 24 sm bo'lgan aylanaga uni demak bitta uchi aylana demak bitta tomoniga uriladi, ya'ni tomon emas, bir yog'iga urinadi bitta nuqtada va bitta nuqtasi markazdan o'tadi. Bu degani radiusi uni 4/1 bo'lyapti. E'tibor qilinglar, mana bu radius berilgan bo'lsa, radius kichkinasi. Bu yerda ham radius bor, radius 4 ta radius. Demak, bu degani narigisi kattasi 24 bo'lsa, kichkinasi уже 6. Undan keyingisi mana 1, 2 deb keta qolinglar. 3 desak, uni уже 6/4. 4 barobar kichirib ketyapti. Endi aylanalar uzunliklari yig'indisini so'rayapti. Xo'p, birinchisi nima bo'ladi desanglar, L1 bo'ladi 2pi R1. Bu degani 2pi radius birinchisi 24, ya'ni 48pi bo'ladi. Keyingisi undan 4 barobar kamayib ketdi, 12pi va hokazo. Demak, Q'imiz 1/4. B1imiz 48pi. Ya'ni birinchi sonimiz 48pi, keyingisi 4 barobar kamayib ketaveradi. Shuning uchun S barobar B1 ya'ni 48pi taqsim 1 minus 1/4. 48pi taqsim 3/4. 3 ga qisqartirib olsak 16, 16 dan keyin 4 tepaga chiqib ketsa 64pi. Demak, bu bizda umumiy aylanalarning uzunliklari yig'indisi 64pi ga teng bo'lyapti. Bu yoqda x'imiz tegishli -1 1 oraliq, ya'ni demak birdan kichkina moduli. Bu degani kichkina songa ko'paytirilib ketaverilsa, u cheksiz kamayuvchiligini bildiradi. Chunki mana bu yoqda mana bu B1imiz -1, Q'imiz x bo'lyapti. Ya'ni x ga ko'paytirib ketyapti har safar. Lekin adashasizlar, chunki -x ga ko'paytirilib ketilyapti. To'g'rimi? O'shanda S barobar B1 ya'ni -1 taqsim 1 minus Q ya'ni -x. O'shanda -1 taqsim mana bu narsa 1 plus x bo'ladi. Tushunarli-a? Endi o'rnidan almashtirib yozib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda -1 taqsim x plus 1 deb bo'ldi. Ketdik, davom etamiz. 104. Bu yoqda birdan katta ekan, demak o'suvchi ekan. Xo'p, ichidigini hisoblaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Qaranglar, x - 1 tashqarida turaveradi. Ichidagi B1 1 Q'imiz 1 taqsim Q ga ko'paytirilib ketiladi. Ko'rasizlar, ya'ni 1 taqsim x demoqchiman. Ya'ni Q'imiz 1 taqsim x ga teng, ya'ni 1 taqsim x ga ko'paytirilib ketiladi. Demak, B1imiz 1, Q'imiz 1 taqsim x. O'shanda S barobar B1 ya'ni 1 taqsim 1 minus Q ya'ni 1 taqsim x. O'shanda 1 taqsim x minus 1 taqsim x. X tepaga chiqib ketsa x taqsim x minus 1 bo'ladi. Bu quvsi ichi bo'ldi. Mana bu yerga qo'yib yuboramiz o'shanda. X taqsim x minus 1. Xo'p, mana bu x minus 1 ko'paytirib bo'lgancha bu bilan qisqarib ketsa, demak misolimizning javobi x chiqar ekan. Tamom, mana shu javob. Endi geometrik progressiyada dastlabki 3 ta had yig'indisi 12 ga teng, dastlabki 6 ta had yig'indisi demak 108 ga teng. Mahrajini toping degan savol berilgan. Shuni men qisqartirib yozib qo'yganman. Buni formulasi B1 1 minus Q ni 3-darajasi taqsim 1 minus Q teng 12. Buni yoyadigan bo'lsak B1 1 minus Q ning 6-darajasi taqsim 1 minus Q. Bu 108 ga teng. Ana endi buni bunga bo'lib yuboradigan bo'lsak, kattasidan kichkinasiga e'tibor qilamiz. B1 Давайте shuni oldinga yozamiz. Shunda olib kelaman-da.
nisbat qilib yozing. Bo'lganimizda mana bu b1 lar ham 1 minus q lar ham qisqarib ketadi-da, nima qoladi? 1 minus q ni oldinchisi taqsim 1 minus q ni uchinchisi. Buni o'zini ham 1 minus q ni uchinchisi 1 plus q ni uchinchisi qilib ajratish imkoniyati bor qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra. Bu yoqda esa 1 minus q ni uchinchisi barobar. Buni 12 ga bo'ladigan bo'lsak 9 bo'ladi. Mana. Endi bu qisqarib ketadigan bo'lsa 1 plus q ni 3-darajasi teng 9 qoladi. 1 ni ayirib olsak q ni 3-chisi teng 8 qoladi. 3-ildizosidan chiqarib olsak q teng 2 bo'ladi. Bizdan o'zi shuni so'ragan edi. Bu yoqda ham xuddi shu narsa, prям xuddi shu narsa, chunki S3, S6 bo'lyapti. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti oxirgi videolarimda, oxirgi emas, qaysidir videolarimda, короче, juda ham ko'pini tashlab ketyapsiz. Baraka topkurlar. Bir-biriga hammasi juda ham o'xshaydi-ku. Hammasini ishlab yuraversam, unda o'quvchi fikrlashiga misol qolmaydi-ku. O'zi shundoq ham IDC'da повторlar kam. Har 3 tada, 2 tada qaytariladi. Hammasini ishlab berib qo'yadigan bo'lsa, unda o'quvchiga nima qoladi, to'g'rimi? O'quvchi ozgina fikrlash kerak. Mana shu yerda nimadir o'rgandimi, keyingi misol qiynalib bo'lsa ham o'zi qo'llab ko'rish kerak o'sha narsani. O'shanda sal nimadir qoladi. Bo'lmasam tayyorga o'rganib qoladi. Xo'p. Endi xuddi shu narsani ishlatamiz. S3, S6 bo'lgani uchun bo'lib yorish ishlatamiz. Bo'lib yorganimizda oxirida baribir 1 plus q ni 3-chisi qoladi. 1 plus q ni 3-chisi barobar 126 bo'lib 112. Bitta shu joyda shartni tekshirib qo'yaylik, xato ketmasin. 108-misol. Dastlabki 3 ta had yig'indisi 112, dastlabki 6 ta had yig'indisi 126. Shu bilan maqsadini toping. Bo'ldi, tushunarli. Endi q3 barobar buni 2 ga bo'lsak 63 bo'ladi. Buni 2 ga bo'lsak 56 bo'ladi. Endi bu 7 kere 8, bu 7 kere 9. 7 ga bo'ladigan bo'lsak 9 taqsim 8 bo'lar ekan. O'shani 9 taqsim 8 dan mana bu 1 ayriladi. Umumiy mahraj 8 beraveradigan bo'lsak 1 taqsim 8 qoladi. O'shanda q ni 3-chisi teng 1 taqsim 2 ni 3-chisi bo'ladi. 3-chilari qisqarib ketadigan bo'lsa q teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Bizga shuni so'ragan edi o'zi. Endi qaranglar-da, 12 ta had yig'indisidan 11 ta had yig'indisini ayirib olsak, mana buning ichida ham xuddi shu 11 ta had bor. Farqi 12-had ortiqcha bor bu yerda. 11 tasi bir-biridan ayrilib ketadigan bo'lsa, demak bu bizda B12 ni beradi. -243. Hop, q nechiligi bor ekan? Hamma narsa bor ekan mana. B5 so'rayapti. Hop, bu degani B1 ko'paytiruv q ni 11-darajasi barobar -243 degani 3/5-si. Endi B1 ko'paytiruv q ni biz 3/11-si deb olsak, -3/5-si. Hop, endi minus qo'z tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, chunki toq daraja-yu minus qilib turamiz ham, bunday qilamiz. O'shanda B1 barobar -3/5-si taqsim 3/11-si. O'shanda minus 1 taqsim 3/6-si qoldi. Tushunarlimi? Qisqartirib oldik. Endi B5 ni topamiz. B5 degani B1 ko'paytiruv q dan 4 tasini ko'paytirilgan variant. B1 ni o'rniga mana buni olib kelib qo'yamiz. Ya'ni minus 1 taqsim 3/6. Q ni 4-sini o'rniga 3/4-sini qo'yamiz. O'shanda 4 ta 3 qisqarib ketadigan bo'lsa 1 taqsim 2 ta 3 qoladi. Bu degani minus 1 taqsim 9 degani. Albatta minusi bo'lishi shart. Bo'lmasa xato bo'ladi. 110 ni javobi minus 1 taqsim 9 to'g'ri. 112-misolimiz. 112 ni shartini o'qiymiz. 3 ta son ayirmasi 4 ga teng bo'lgan afin pressini tashkil etadi. Bu degani d 4 ga teng bo'lgan ayirma o'sha arifmetik progressi berilgan. Endi 3-songa 4 qo'shadigan bo'lsak, geometrik progressiya hosil bo'lar ekan. Shuni mahrajini toping debdi. Xo'p, endi nima qilsak bo'ladi, qaranglar. Mana bunaqa yozib olaylik. Давайте boshqadan yozib olamiz. A2 ni o'rniga A1 plus 4 yozaman. Chunki 4 taga farq qiladi deyapti-ku. Keyingisi A1 plus yana 4 qo'shsak 8 bo'ladi. Endi xuddi shunga nechi qo'shsak degan
Uchinchi songa 4 ni qo'shsak, geometrik progressiya hosil bo'ladi, deyapti. Hop, mana bunga 4 ni qo'shsak, bu B1 bo'lib qolar ekan, bu B2 bo'lib qolar ekan, bu B3 bo'lib qolar ekan. Ana soddagina yo'l. Endi bizda mana bunday formula bor edi. B2 ning kvadrati barobar B1 ko'paytirib B3 degan formulamiz bor edi. Xuddi shuni o'rniga olib kelib qo'yamiz. O'shanda nima bo'ladi? Tak, B2 o'sha mana bu A1 + 4 midi? A1 + 4 kvadrati barobar A1 ga ko'paytiramiz A1 + 12 ni. Qo'l sochoradigan bo'lsak, A1 kvadrat plus 8A1 plus 16 barobar A1 kvadrat plus 12A1. A1 kvadratlar baribir bu yoqqa o'tganda ayrilib ketadi. 8A1 u yoqqa ayrib o'tib ketsa, 16 barobar 4A1 qoladi bu yoqda. 12 dan 8 ketsa, 4 ga bo'lib olsak, A1 barobar 4 bo'ladi. Bizdan Q ni so'rayapti. Xo'p, endi A1 4 bo'lsa, olib borib qo'yadigan bo'lsak, B1imiz ham 4 bo'ladi. Endi B2 ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Unga 4 ni qo'shishga to'g'ri keladi, 8 bo'ladi. Endi Q ni topmoqchi bo'lsak, B2 taqsim B1 bo'ladi. 8 taqsim 4 2 bo'ladi. Mana sizlarga so'ralgan savolga javob. Endi xuddi o'sha narsani bu yerda ham aytilgan, ya'ni boshqatdan yozib olamiz. Xuddi mana bunaqa qulay usulda yozib olsanglar, mana bunaqa ketma-ketlikda yozib olsanglar, ancha ishinglar oson bo'ladi. Hop, bu yerda ham A1, keyingisi A1 plus 7. A1 plus 2 ta 7 bo'lsa 14 bo'ladi. Hop, endi nima shart berilgan? 114. Birinchi sondan 4 ni, ikkinchi sondan 1 ni ayirsak, hop, bundan 4 ni ayiramiz, bundan 1 ni ayiramiz. O'shanda bu B1, bu B2, bu B3 bo'lib qolar ekan. Ana, endi nimani so'rayapti? Hosil bo'lgan sonlar yig'indisini toping. Ya'ni geometrik progressiyani yig'indisi, 3 ta xadini yig'indisini so'ragan ekan. Yana boyiga mana bu formulaga qo'yib yuboramiz, mana bu formulaga. Demak, B2 ni kvadratini o'rniga biz mana bu narsani A1 plus 7 dan 1 ketsa 6 ning kvadrati barobar bu yerda A1 minus 4 bor, bu yoqda A1 plus 14 bor. Shuni ko'paytmasini qo'yamiz. Qo'l sochib olamiz. A1 kvadrati plus 12 A1 plus 36 barobar A1 kvadrat plus 10 A1 minus 56. A1 lar bu yoqqa o'tsa qisqarib ketadi. 10 A1 ayrib o'tsa bu yerda 2 A1 qoladi. Barobar bu yoqqa minus bo'lib o'tsa 92 bo'ladi. O'shanda A1 barobar minus 46 bo'ladi 2 ga bo'ladigan bo'lsak, ko'paytirib bo'lib o'tsa. Endi bizga yig'indi kerak. Uning uchun B1, B2, B3 kerak. Hop, B1 topamiz desak, A1 ya'ni minus 46 dan yana 4 ayirishimiz kerak. Minus 46 minus 4. Minus 50 bo'ladi. B2 ni topamiz desak, A1 plus 6 ekan. Ya'ni minus 46 ga 6 ni qo'shamiz. Minus 40 bo'lar ekan. B3 topamiz desak, A1 ga 14 qo'shishimiz kerak. Minus 46 ga 14 qo'shamiz. O'shanda minus 32 bo'ladi. Endi bularning yig'indisi desa, S3 barobar B1 qo'shuv B2 qo'shuv B3 barobar mana bularni hammasini qo'shsak minus 90 minus 122 bo'ladi. Mana oxirgi javob. Demak 114 javobi minus 122. 116 bu yoqda ham 3 ta son berilgan, mahraji 2 ga teng bo'lgan deyaptimi? Demak, buni ham geometrik progressiyani bunday qilib yozib olishimiz kerak. Q2 deyaptimi? Bo'ldi. B2 ning o'rniga B1 ko'paytiruv 2 yozamiz. B3 o'rniga B1 ko'paytiruv 2 dan 2 ta, ya'ni 4 ko'paytirib yozamiz. Ana endi shartini o'qiymiz. Agar birinchi va ikkinchi songa 1 ni qo'shsak deyapti. Bunga 1 ni qo'shamiz, bunga ham 1 ni qo'shamiz. O'shanda bu arifmetik progressiya bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Arifmetik progressiya bo'ladi. Hosil bo'lgan arifmetik progressiya ayirmasini toping. Ya'ni D ni toping debdi. Bu o'zi bizga berilgan edi. Mana biz o'zimiz shart bo'yicha yozib oldik. Endi 2A2 teng A1 qo'shuv A3 degan qoida bor edi. Boshida o'tgan edik oldingi mavzularda. Endi o'rniga qo'yib olamiz. 2 ko'paytiruv A2 ning o'rniga mana bu narsa 2B1 plus 1 barobar A1 o'rniga B1 plus 1
A3 o'rniga 4b1. O'shanda mana bu 4b1 plus 2 qo'l sochib yubordim. Bu yoqda 5b1 plus 1. Hop, bu yoqqa ayirib o'tsa bitta b1 qoladi. Bu yoqqa ayirib o'tsa 1 qoladi. b1 1 ekan. Hop, o'rniga qo'yib yuborsak, a1 barobar 1 plus 1 2 bo'ladi. a2 barobar 2 kara b1, ya'ni 2 plus 1 3 bo'lar ekan. a3 demak 4 bo'ladi, 4 kara 1. Orasidagi farqi bitta o'sib ketyaptimi? Tamom. D teng 1. Zo'r. Endi mana bu narsani hozir bunaqa yozamiz. Ikkitaga o'sib ketyaptimi? Demak, b1 ko'paytirib 2, b1 ko'paytirib 4. Endi shartini o'qiymiz. 118. 3 ta son mahraj 2 bo'lgan geometrik progressiyani tashkil etadi. Agar 3-sondan 18 ni ayirsak, bo'ldimi? Arifmetik progressiya hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan sonlar yig'indisini toping. Bu A1 bo'lib qolar ekan, bu A2 bo'lib qolar ekan, bu A3 bo'lib qolar ekan. Yana mana bu qoidani ishlatamiz. Mana shu yerda ham. Xullas. Endi ikkita A2 ni o'rniga mana bu 2B1 ni qo'yaman. Endi A1 ga A3 qo'sh deganda mana bu B1 ga 4 ta B1, 5 ta B1 bo'ladi. Minus 18 ham bor. O'shanda 4 ta B1 teng 5 ta B1 minus 18. Mana bu yoqqa ayirib o'tsa bitta B1 qoladi. Bu yoqqa plus bo'lib o'tsa 18 bo'ladi. Bo'ldi, B1 bormi? Bu degani A1 o'shanga teng edi, 18 ni o'zi. A2 2 ta 18, ya'ni 36, A3 hop 54 o'rniga qo'yib yuborsak. S3 barobar mana bularni hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, necha bo'ladi? 90 108 bo'ladi. Bo'ldi. 118 ketdi. Endi 120 mahraji minus 2 deyaptimi? Demak B1 minus 2 B1 deylik. Demak plus 4 B1 bo'lsin. Keyingisi yana minus 2 ni ko'paytirsak. Ana endi 120 da ikkinchi songa 18 qo'shilsa deyapti. Bunga qo'shamiz 18, o'shanda mana bu A1 bo'lar ekan, bu A2 bo'lar ekan, bu A3 bo'lar ekan. Xo'p, o'shanda 2A2 teng A1 qo'shib A3 qoidasini erinmasdan yozib olamiz, chalg'imaslik uchun. Endi 2 ko'paytiruv A2 ni o'rniga mana bu narsani qo'yib olamiz. Minus 2B1 plus 18 ni qo'yamiz. A1 o'rniga B1 ni qo'yamiz. A3 o'rniga 4B1 ni qo'yamiz. O'shanda minus 4B1 plus 36 barobar 5B1. Bu yoqqa plus bo'lib o'tsa 36 barobar 5 ga 4 9B1 bo'ladi. O'shanda B1 barobar 36 ni 9 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Ana endi A1 ni topadigan bo'lsak, 4 ni o'zi, A2 ni topadigan bo'lsak, minus 2 ko'paytirib B1 o'rniga 4 plus 18. 18 minus 8. 10 bo'lyapti. A3 barobar bo'ldi. Уже 6 dagi farq qoldim, keyingisi 16 bo'ladi. Bizdan nimani so'ragan? Hadlarini toping degan. O'shanda 4, 10, 16. 120. 4, 10, 16. Iqtidorli o'quvchilar uchun. Endi qaranglar-da, bizdan aniq qiymatini so'rayapti. Xo'p, tenglamaning yechimlari geometrik progressiyani dastlabki ketma-ket hadlarini tashkil qiladi degan shart berilgan. Kub tenglamani Viet teoremasiga qo'llangan bo'lsak, to'g'rirog'i Viet teoremasini kub tenglamada qo'llangan bo'lsak, x1 ko'paytirib x2 ko'paytirib x3 minus 8 ga teng bo'ladi. Minus plus bo'lib ketadi. O'shanda b2 ni kvadrati teng bunaqa narsa bor-ku, b2 ni kvadrati teng b1 ko'paytirib b3 ga teng. O'shanda men bu ikkalovini o'rniga x2 ni kvadratini qo'yib yuboraman. O'shanda o'zi bilan x2 ni kubi bo'ladi. Barobar 2 ni kubi bo'lgani uchun bular qisqarib ketsa, x2 miz 2 ga teng ekan. 2 mi, 3 mi, 1 mi nima farqi bor? O'sha tenglamaning yechimidan bittasini shu olib borib qo'ysak qanotlantirish kerakmi? Bo'ldi, olib borib qo'yamiz shuni. 2 ni kubi minus a plus 3 ni ko'paytiramiz 2 ni kvadratiga
plus 3a plus 2 ni ko'paytiramiz 2 ga minus 8. Bo'ldi. Ishlaymiz. 8 minus mana bu yerda 4 a plus 3 mana 2 ni ko'paytirsak 6 plus 6a plus 4 minus 8 barobar 0. 8 bilan 8 lar ayrilib ketadi. O'shanda minus 4a minus 12 plus 6a plus 4 teng 0. Hop, 6a dan 4 ni ayirsak 2a bo'ladi. 4 dan 12 ni ayirsak minus 8 bo'ladi barobar 0. A teng 4 bo'ladi. 121 javobi A teng 4. Endi 123-misol uchun bitta qoida bor. Ya'ni ikkita sonni butun qismlarini qo'shganimizda ularni yig'indisini butun qismidan birini ayirganimizga teng bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni agar butun son chiqsa, ikkita to'rog'i o'sha qo'shganimizda. Endi, misol uchun mana 2/3 ga 4/3 qo'shsak butun son chiqadi. Ya'ni 6/3 2 bo'ladi. Rostdan ham buni butun qismi 0, buniki 1. Qo'shganda 1 bo'ladi. Bu yerda butun qismlar o'sha qo'shib turib butun qismi hisoblansa 2, 1 ayirganda 1, 1 teng 1 to'g'ri kelyapti. Ana endi bu degani 2/3 ga 4/3 qo'shamizda ayiramiz 1 ni. Tushunarli? Aha, o'zi itak butun son chiqadi. Keyin 8/3 ga 16/3 qo'shamiz, ayiramiz 1. Tagdali ketaveradi. 2 ni 99-siga 2 ni 100-sini qo'shamiz, taqsim 3 ayiramiz 1. Endi buni qanaqa hisoblash mumkin? Qaranglar. Hammasini mahraji 1 to'g'rimi? Bitta mahrajiga olamanda 2 ni 1-darajasi, mana bu 4 2 ni 2-darajasi, 8 bu 2 ni 3-si, tagdali 2 ni 99-si, 2 ni 100-si. Endi birlarni alohida olib chiqaman. Har ikkita songa bitta 1 to'g'ri kelyapti. Demak, 100 ta son bo'ladigan bo'lsa 50 ta 1 bo'ladi. Ayru 50. 50 kira 1 50 de. Endi buni qanaqa hisoblab chiqamiz desa, geometrik progressiyaga qo'yamiz. Birinchi hadi ham 2, mahraji ham 2. Demak, B1 2, 1 minus 2 ni 100-si taqsim 1 minus 2, ya'ni 1 minus q bo'ladimi? I yana 3 ham bor. Ayru 50. Endi bu minus 1 bo'ladimi? Bu minus 1 tepaga ta'sir qildirib yuboradigan bo'lsak, 2 ni 100-si minus 1 o'rin almashib oladi. 1 qoladimi? 3 kira 1 3 bo'ladi. Minus bunga mahraji 1 bo'lgani uchun 3 bersak, 150 taqsim 3 bo'ladi. Ana endi bu nima bo'lyapti? 2 ni birinchisi bo'lgani uchun bunga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 ni 101-si bo'ladi. Ayru 2 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu 150 bilan 152 bo'ladi. Taqsim 3 bo'ladi. Mana oxirgi javob mana shu. Bu yerda ham xuddi shunaqa, 3 birinchisi, 3 ikkinchisi, tagdali 3 100-si. Taqsim 2 ayru 50. 100 ta bo'lgani uchun 50 ni ayryapmiz. Endi bu yerda B1 ham 3, Q ham 3. O'shaning uchun 3 qo'shishida 1 minus 3 100-si taqsim 1 minus 3, 2 yonida mana bu ikkisi ham bor. Ayru 50 alohida turadi. Mahraji 1, bunga 2 mahraj berib yuboramiz. Endi mana bu minus 2 bo'ladimi? Tepaga minus ta'sir qilsa 3, 300-si minus 1 taqsim 2 kira 2 4 bo'ladi. 4 bo'ladi. Endi mana bu yerda bekor 2 mahraj beribmiz. 4 mahraj berishimiz kerak. Demak, minus 200 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qo'l sochib yuboradigan bo'lsak, 3 101-si minus 203 taqsim 4 bo'ladi. Endi 126-misolda aytayaptiki, x, y, z sonlari geometrik o'suvchi geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari bo'ladi. Bu sonlar esa arifmetik progressiyaning hadlari bo'ladi deyilyapti. Geometrik progressiyaning mahrajini toping, ya'ni q ni toping.
Xo'p, biz mana bu x, y, z larni bunday yoza olamiz. X teng b1, y teng b1 ko'paytiruv q, chunki b2 miz shunga teng. Z teng b1 ko'paytiruv q kvadrat. Ana endi mana bu arifmetik progressiya uchun ikkita a2 teng a1 qo'shuv a3 degan qoida bor. To'g'rimi? Xuddi shunga qo'yib yuboramiz. O'shanda 2 ko'paytiruv 2y teng 3x qo'shuv z. Mana bularni olib borib qo'yib yubordik. Endi 4 karra y ni o'rniga men b1 karra q deb yozaman. X o'rniga b1 o'zini yozaman. Z o'rniga b1 q kvadrat deb yozaman. Hammasini b1 ga bo'lib yuboraman. O'shanda 4q teng 3 plus q kvadrat. O'shanda q kvadrat minus 4q plus 3 teng 0. q minus 1 q minus 3. O'shanda q teng 1 q teng 3. Biza birdan katta, ya'ni o'suvchi bo'lgani uchun buni olmaymiz, buni olamiz. O'shanda javobimiz 3 bo'ladi. Endi bu yerda x ni moduli birdan katta deyapti, o'suvchi. Xo'p. Va hokazo buni qiymatini s deb belgilab olamizda, e'tibor qilinglar. Bu ikkita tomonini ham x ga ko'paytirib yuboramiz. O'shanda bu 1 plus 2 taqsim x bo'ladi, chunki x bilan x kvadrat qisqarganda bitta x qoladi. 3 taqsim x kvadrat plus va hokazo s ko'paytiruv x bo'ladi. Endi sx dan ayryapmiz s. O'shanda mana bu 1 turaveradi-da, 2 taqsim x dan 1 taqsim x ayiramiz. 3 taqsim x kvadratdan 2 taqsim x kvadratni ayiramiz va hokazo ketaveradi. Endi bu yerda s chiqarib olsak x minus 1 bo'ladi. 1 plus mana bu 1 taqsim x qoladi. Bu yerda 1 taqsim x kvadrat qoladi. Bu geometrik geometrik progressiya bo'ladi. Birinchi xadi b1 1 taqsim x ga teng, q ham 1 taqsim x ga teng. O'shanda bu 1 taqsim x minus 1 qoladi. Endi mana bu yerda 1 bor-ku. Demak s x minus 1 barobar mana bu yerga x minus 1 berilsa, x minus 1 yonida plus 1 bor, taqsim x minus 1. Bular qisqarib ketsa, x taqsim x minus 1 bo'ladi. Mana bu 1 taqsim o'sha x minus 1 ham bamay qilib mahrajga tushadigan bo'lsa, s barobar x taqsim x minus 1 kvadrati bo'ladi. Endi buni ham 100 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, ikkita tomonini o'shanda 1 plus 2 taqsim 100 plus 3 taqsim 100 kvadrati plus va hokazo barobar s ko'paytiruv 100. Endi bu mana bunda tursin. Ko'paytiruv 100 qildik. Endi bir-biridan ayirib yuboramiz. 100s minus s barobar o'shanda 1 plus 1 taqsim 100 plus 1 taqsim 100 kvadrati plus va hokazo ketaveradi. Bu esa 1 plus mana buni geometrikka qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim 100, 1 minus 1 taqsim 100. 1 taqsim 100 bu 99 taqsim 100 bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda 100 taqsim 99. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, bunga 99 bersak, 100 taqsim 99 bo'ladi birga qo'shganda. O'shanda mana bu yerda 99s bo'lyaptimi? Barobar 100 taqsim 99 bo'ldi yunaryapti, to'g'rimi? 99 ga bo'lib olsak, s barobar 100 taqsim 99 kvadrati. 100 taqsim 9801 bo'ladi. Tushunarli-a? Ana, endi buni ham qanaqa yozasak bo'ladi, qaranglar. Mana bu 3 taqsim 4 o'rniga 2 plus 1 taqsim 4. 4 plus 1 taqsim 16. 8 plus 1 taqsim 60. Plus 16 plus 1 taqsim 256 plus va hokazo barobar. Endi cheksiz kamayib turadi. Bu yerda alohida yozib olamiz. 2 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 plus 4 taqsim 16 plus 1 taqsim 16 plus 8 taqsim 64 plus 1 taqsim 64 plus 16 taqsim 256 plus 1 taqsim 256 plus va hokazo.
Endi mana bunisini alohida olamiz. Nima bo'ladi qaranglar? 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 8 plus 1 taqsim 16 plus va hokazo. Endi mana bularni alohida olamiz. Ya'ni 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 16 plus 1 taqsim 64 plus 1 taqsim 256. Endi qanaqa bo'ladi desanglar, buni alohida geometrik progressiyaga qo'yaveramiz, x kam 3 buni alohida qo'yaveramiz. O'shanda buniki bo'ladi. B1imiz 1 taqsim 2, qiyimiz ham 1 taqsim 2. Demak, 1 taqsim 2 bo'lib 1 minus 1 taqsim 2. Bunikichi 1 taqsim 4 bo'lib 1 minus 1 taqsim 4. Endi hisoblab qo'yamiz. O'shanda 1 taqsim 2 bo'lib 1 taqsim 2. 1 taqsim 4 bo'lib 3 taqsim 4. Mana buni hisoblab qo'ydik. O'shanda bu qisqarib ketib 1 qoladi. Bu yerda esa 1 taqsim 3 qoladi. O'shanda javobimiz 4 taqsim 3 bo'ladi. Shu bilan bizani geometrik progressiya mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darslarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Podpischilarimiz mana 5000 tadan oshdi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.